Testosteron normada bo'lsa ham, lekin sizlar hadeb jinsiy zaiflikka, testosteronni oshirishga lecheniya olaverasizlar. O'zbekistonda juda ham kam sonli odam jinsiy zaif hisoblanadi-da o'zi. Testosteron normada bo'lsa ham, lekin sizlar hadeb jinsiy zaiflikka, testosteronni oshirishga lecheniya olaverasizlar. O'zbekistonda juda ham kam sonli odam jinsiy zaif hisoblanadi-da o'zi. Lekin faqat vrach yoniga borsanglar, aynan urologlarning yoniga borsanglar, jinsiy aloqada sifat past, yordam bering. Bu hammasi psixologiya bilan bog'liqda. Ko'pchilik ishdan charchab kelib, deyarli o'zi kuchi qolmagan holatda aloqaga kirishib qo'yadi yoki o'zini hayot turmush tarziga rioya qilmasdan, amal qilmasdan vrachga borib lecheniya oladi. O'zini yo'q energiya kuchidan maksimalni foydalanishga harakat qiladi. Undan ko'ra eng to'g'ri yo'llardan bittasi bu sport bilan shug'ullanish. Maksimalni hech bo'lmaganda kuniga 1 soat, yarim soat mobaynida piyoda yursanglar ham ancha organizmda qon aylanishini yaxshilashning hisobiga testosteronni oshirishga yordam beradi. Va ikkinchi navbatda uyqu sifatini normal qilish kerak. Lecheniyani olasizlar, 2-3 oyga ta'sir qiladi. Zo'rman doktor rahmat deysizlar, lekin uyquni normada qilmaysizlar. 7-8 soatlar uxlash kerak normada. Lekin sizlar soat 2-3 gacha uxlamasdan video ko'rasizlar, kontent ko'rasizlar, boshqa ishlardan shug'ullanasizlar, dorini ichasizlar, aloqa qilasizlar. Miya charchaydi, bo'ldi, stop, to'xta deydi. Chunki jinsiy aloqa ham, jinsiy hayot ham bu katta bir energiya sarflaydigan jarayon hisoblanadi. Unda ham kattagina kuch, kattagina energiya chiqadi. Agar tananglarda u narsa bo'lmasa, odam charchaydi u narsaga, xohish ham pasayib ketadi. Miya signal beradi butun tanaga, bo'ldi, to'xtat deydi bu narsani. Lekin shu narsani his qilmasdan sizlar dabavkasiga dori ichib aloqa qilasizlar. Juda ham ko'payib ketgan hozirgi kunda dori ichib aloqa qilish. Bu 1 yil zo'r bo'lar, 2 yil zo'r bo'lar, 3 yil zo'r bo'lar, lekin oxiri polni quritasizlar, bo'ldi, o'sha narsaga o'tirib qolasizlar. Tabiiy holatda umuman bo'lmay qoladi. Keyin vrach yoniga borasizlar, yordam ber, davolama dedi. Miyalarni polni o'sha narsaga o'rgatib qo'ygansizlar doriga. Ozroq atrof muhitni o'zgartirib, yashash turmush tarzinglarni o'zgartiradigan bo'lsanglar, hammasi joyiga tushadi. Unga hech qanaqangi qo'shimcha dori yoki qanaqadir tavsiyalar, viagralar, tabiiy mahsulotlar hammasi yetarli bo'lsa, doriga hojat bo'lmaydi. Lekin bu narsani e'tiborsiz qoldirasizlar har doim. Har doim vrach ko'rdinglarmi, birinchi navbatda davay, menga dori yozib bering, lecheniya qilib bering, shu holatdaman deysizlar. Psixologiyalarni to'g'rilasanglar, hech qanaqa sizlarga dori kerak bo'lmaydi, lekin shu narsani sizlar har doim birinchi o'ringa qo'ymaysizlar. Ba'zi bir holatlarni ko'rganman, vrach qabuliga boradi, 15 minut bo'lyapti, yarim soat bo'lyapti. Bu norma, o'zi kuching yetganicha bo'ladi-da aloqa. 5 minut bo'lib qoladi menda. Keyin xohish yo'q, yotib uxlayman deydi. O'zini insonning energiyasi, misol uchun 5 minutga yetsa, 5 minut aloqa bo'ladi. 10 minutga yetsa, 10 minut aloqa bo'ladi. Energiya kuch tugagandan keyin to'xtaydi hamma narsa. U xohlaysanmi, xohlamaysanmi? Uni organizm ishlab chiqarilishi uchun vaqt kerak. Lekin bu narsani sizlar bilmaysizlar. Yo'q, men 1 soat xohlayman, 2 soat xohlayman, 3 soat xohlayman. Organizmda energiya qanchaga borsa, sen shuncha aloqa qilasan, 1000 ta dori ichsang ham. Shunday ekan, sizlarda testosteron oshirish niyatinglar bormi? Testosteronlarni baquvvat zo'r qilmoqchimisizlar? Har doim aytadigan gaplarimizni to'g'ri turmush tarziga rioya qilinglar, uyquni vaqtida qilinglar, jismoniy mashq bilan shug'ullaninglar, tabiiy mahsulotlardan ko'proq foydalaninglar. Ko'proq o'sha energiya beradigan, tabiiy oqsilga boy bo'lgan mahsulotlardan iste'mol qilinglar. Mana shuning o'zi yetadi. Va eng so'nggisi, ishdagi yuklamani ham normada ushlash kerak. Sizlar yeb ichayotgan mahsulotlarga yarasha o'sha energiyalarni, kuchinglar ham o'sha kuniga yetadigan qilib belgilanadi. Agar sizlar o'sha ishdagi o'sha qiyinchiliklar hisobiga ko'p energiya sarflaydigan bo'lsanglar, aloqaga bo'lgan energiya kamayadi, baza kamayadi. Shuni hisobiga aloqa tushadi. Shu narsani to'g'ri taqsimlay olsanglar, sizlarda albatta aloqa zo'r bo'ladi, testosteronni oshirishiga dori ichib yurmaysizlar. Bu videoni o'zingiz uchun saqlab qo'yinglar, xohlasanglar kommentariyada yana qo'shimcha savolinglar bo'lsa yozinglar. Bunga albatta javob beraman va keyingi videolarda bundanda qiziq bo'lgan mavzular haqida suhbatlashamiz.